Siz kutgan daqiqa keldi deb Alloh amr qildi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hozir tug'iladilar dedi. U zotning tug'ilishlarini eshitganda butun farishtalar o'rinlaridan turib ketdilar. Borliq hayvonlar bir-birlariga fasohat lisoni ila muborakbod qildilar. Oxir zamon rasuli dunyoga kelyapti deb hammaga xabar ketdi. Inson eshitmadi xolos. Butun osmon ahli eshitdi. Farishtalar o'rinlaridan turdilar. Marhabolar aytdilar. Shuning uchun ham Mavlud shu joyga kelganda biz ham o'rnimizdan turamiz, xuddi o'shalar kabi. Go'zal bir holat. Omina onamiz sezdilarki, bola tug'ilish arafasiga yaqinlashib qoldi. Bittagina eridan qolgan merosi bor edi. Bu ham bo'lsa Umma Aymana degan qora cho'ra ayol edi. Boshqa narsa qolmagan edi. Umma Aymana doya edilar. Umma Aymanani chaqirdi. Umma Aymana, "Men hozir tavallud qilaman shekilli. Qornimda og'rig'am yo'q, lekin g'alati his qilyapman" dedi. Vaqti soat yaqinlashganini ko'rgan Umma Aymana bunday nodir holatni o'zi boshqara olmayman deb qo'rqqanidan bir necha kishiga doyalik qilgan Fatima doyani chaqirib chiqdi. Qo'shnisi bor edi, doya ayol Fatima deb. Fatima doya ham, Umma Aymana ham Alloh bilan rozi bo'lsin, tarixda buyuk zotning doyasi bo'layotganidan bexabar edilar. Ular yugurib chiqdilar. Qarasalar Omina onamiz tavallud holatida turibdilar. Keldilar, atrofida turdilar. "Qizim bardam bo'l" dedilar. Lekin ular bir-biriga qarab, yelkasini qisib hayron bo'lardilar. Chunki ayni shu paytda Omina onamiz u tomonga qarab bittasi bilan gaplashar, u tomoniga qarab bittasi bilan gaplashar, tabassum qilar, kular edilar. Ular ko'rmayotgan narsa bu Iso alayhissalomning onasi Bibi Maryam bilan Firavnning ayoli, Qur'onda nomi kelgani Osiyo onamizning ruhlari edi. Alloh ularni ham doyalikka olib kelib qo'ydi. Buyuk bir payg'ambarning onasi bo'lgan Bibi Maryam muborakbod qilib Omina onamizning boshini silar. Dini uchun, diyonati uchun qozonda kuyishga rozi bo'lib Qur'onda nomi kelgan Osiyo onamiz dalda bo'lardilar. Fatima bilan Umma Aymana esa termilib turardi. Birdan atrofni nur tutib ketdi. Ulamolar kitobda yozyaptiki, mayli deydilar munofiqlar ishonmasin, mayli boshqalar buni ertak desin, mayli mubolag'a desin, lekin bor haqiqat shuki, u zot tug'ilganda osmonga nur taralib butun olam ko'rgan deydilar. Shundoq tug'ildi, atrofni nur tutib ketdi. Umma Aymana onamiz hamda o'sha yerda turgan doya Fatima bir-biriga ushlanib qoldilar, chunki chiqayotgan hiddan mast bo'ldilar. Bir-birlariga termilar, Omina onamizga qarar, chaqaloqqa qarardilar. Bundan oldin nechta bolaga doyalik qilgan bo'lsa ham bunday mo'jizani ko'rmagan doya Fatima bolani qo'liga olarkan, "Subhanalloh" dedi. Bolani kindigi kesilib tug'ilgan.